Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Celaleddin Es-Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabında biz Abbasilarning 32. sultani halifesi El-Mustencid Billah degan halifeninki hayatı bilan tanışıp chiqamiz. Bu adam Hicriye 555 yildan Hicriye 566 yil qadar 11 yil hokimiyat etdi ultag'an. Bu adamninki ismi Yusuf ibn Muqtafining o'g'li bo'ladi. Kunyasi Abul Muzaffar. Bu zat 518 yıl tug'ilgan bo'lib, onasi Ummuvalad Karaciye, yani Karaciye milletidan, qabilasidan bo'ldi. İsmi Tavus. Bu Karaj deganimiz mushu İran'ninki ayni vaqtdagi Karaj deydigan bir yurt bor. Mushadan kelgan. Bu kishiga dadisi shu 47-yili, yani 547-yili bo'lgan vaqtida valiahdlik makamını belgilep bunun hutbe okugan. Hutbe okugan deganimiz şu cümada muşunun namıda hutbe okuydu da avvalda dese andım bu. Dadisi ölüp ketken günün özüdlam halif kılıp beyat kılıngan. Özüne aiti adaletlik, mulayim adam. Nurgun bajlarını emelden kaldırgan. Irak'ta bir baj degen nas koymagan. Burun mezgilde bajni asasen şu ulamalar tanqidle etti baj eliş meselesini burun mezgillerde. Adam müte buzg'unchilik qildiganlarga ait qattiq adam edi. Kishilar orasida bir mezgil yomonlik bilan shug'ullangan bir odamni turmaga so'lgan. Shuna bir odam kelib, o 10 ming dinar pul beribdi-da, hamda shuni turmadan qutuldirish uchun. Xalif shundaq degan. Men sana bir 10 mingni beray, ashunga o'xshash bir suvosini ko'rsatib qo'yg'ina degan. Men onu çokum solayma, onun bir yamanlıqdan bir xotirjam bo'lib ketsin xalq degan. Demak, naytayliqi adil, keskin bir podshohlik chiqib turibdi. Ibn Najjar shundaq degan Mustancid nayt o'tkir fikri nayt cho'nqur odam. Bir narsani nayt tushunoladigan-da. Ondan boshqa fikri nayt to'g'ri, ko'pincha nayt zirak, ondan boshqa to'lib toshgan fazilatlik odam-da. Onun xili yaxshi nazmlari bor, xil balog'atlik nasri so'zlari bor. Ondan boshqa hamda falakiyat, astronomiyaga munosabatlik asboblarni xil yaxshi ishlatiladigan odam biladigan. Va ondan boshqa narsalarni yaxshi biladi. Masalan, istirlab deymiz. Istirlab degan masalan osmon jismlarini, oy shari, yer shari va qizlarni ko'z tutgan ayni vaqtdagi bir asbobda shu asboblarni yaxshi ishlatiladi ekan bu odam. Bu istirlab degan ba'zi ko'tarib ishlatgan bo'lganlari bor, ba'zi bek necha metr yo'g'onlari bor. Xilma-xil davrlarda xilma-xil yasalganda, masalan, Ulug'bek davrlarida, mush Abbasiylar davrlarida ishlatilgan. Hamda Mustancid Billahning yozgan bir qism she'rlari bor. Buning she'rlaridan tövandek she'r ayyaratni bishaybi va huwa waqaru yoki ayyartani desak bo'lishi mumkin. Bu oq chochlar meni bir xil aytli ko'z tuvatidi ya ko'z tuvatsan. Amaliyat u bir salmoqliq tamkinlikning belgisi. Koshki deydi. Bir ayib narsa bilan ayiblagan bo'lsang-chi. Amaliyatda bu o'rim chochlarim oqirib ketgan bo'lsa-mu, kechini chiroyli ko'zlig'in yana oppoq go'zal oy emasmi degan. Bu adamning hamda bexil haqida yozgan bundoq bir she'ri bor. Bir bexil bakan uyda o't yoqibdi. O'zidan bir sexilik ekanda u. Bizga bir shomni yoqib beribdi-da. Bu buning sexilik hamda. Uning ko'zidan yosh oqmidi deydi. Shomning ko'zidan. Ammo bexilning ko'zidan taramlab shom yosh eqib ketdi. Yana mushunchilar bexil deb bir bexillik qarta işte she'r o'qigan. Bu odamniki vaziri Ibn Hubayra vazirida shu Ibn Hubayradan o'zi shu musulmonlarning ishlarini, davlatning siyosatidan yaxshi boshqarganligidan bir xil zo'qlanib, tuvandagi she'rni o'qib mundaq degan. İki nimet alaydı közge cevlan qilib ko'rinayotidu. Sana xos ve am bo'lsin bu deydi.
o ikkisining zikri qiyomatgacha tugamaydi. Sening bo'lishing dunyoning sana muhtoj bo'lishi. Sening mard sixiliqing, kishilar orasidagi yaxshiliklar bu inkor qilinadi. Navoda ey Yahya sening o'rningni Ja'far umid qilsa yoki orzu qilsa, Ja'far bilan Yahya umid qilsa, ey Yahya, u ikkisi uningdan to'xtab qoladi. Yahya, Ja'far ikkisi to'xtab qoladi dedi. Balkim bu Abbasiylarning shu Rashidning davridagi Yahya bilan Ja'farga qartilgan bo'lsa kerak. Bular ayni vaqtda noatdi sehi mard vazirlardi. Buning taqqos qilib selishtirib, ma Yahyaning gapini qilgan bo'lishi mumkin. Ey Abul Muzaffar, sana bir yomonlik niyat qildigan odamni ko'rmadim. Amaliyotda sen davomli muzaffarsan, ya'ni g'alaba qilg'irsan debdi. Bu zot 566-yili Rabiul Oxir oyining 8-i o'lib ketgan. Bu odamningki dastlabda shu xilofat chiqqan mezgilning boshlarida Misrningki shu vaqtdagi hokimi Fatimiya bu o'lib ketgan. Uning keyindan o'g'li Azid Lidinillah hokim bo'lgan Misrga. Mana bu Ubaydilar, Fatimilar xalifasining eng oxiri. Mushuning bilan Fatimilar yo'qolgan Misrdan. Hijriya 562-yili bo'lgan vaqtida Sultan Nuriddin Zenki Amir Asaduddin Shirkuni 2000 chavandoz bilan Misrga avatdi. Misrning Jiza rayoni tushdi. Jiza hozirgi Misrningki Qoyra shahrining shu Ahram tarafda, shu yerda Misrni 2 oydak muhosirga oldi bu odam dedi. Bu Misrning shu vaqtdagi sultoni Fatimiya paranglar bilan g'arib, ya'ni ahli saliblardan yordam talab qildi. Bular Damiyat tarafdan buni qutuldirish uchun kirdi. Ham Damiyat tarafdan dengiz tarafdan kirdi endi bu kirgan vaqt. Asaduddin Shirkov Saidga ketdi. Saidmi hozirgi Misrningki cho'ng viloyatlarining biri. Andın bu adam bilan Misrliklar orasida urush yuz berib, askari oz, dushmani ko'p bo'lishi qarmay urushda g'alaba qildi. Faranglardan necha mingni o'ldirib etdi. Andın Asaduddin Shirkov Saidning bojlarini, xarajlarini, g'allarini yig'di. Faranglar Iskandariyani maqsad qilib ko'zlab mangdida buni Iskandariyani Salahiddin Yusuf ibn Ayyub keyingi mezgilda ilib oldi. Mana bu Asaduddin Shirkovning og'asining bolasi edi. Buni 4 oy muhosir qilgan. Asaduddin ularga askar avatgandan keyin bular bu yerdan qaytib Shomga, ondan Asaduddin Shirkov Shomga qaytib keldi dedi. Mana bu ahli saliblarning taxminan 90 yil, 100 yil bo'lgan vaqt Sham diyorini besib olgan vaqtda. Yani ahli saliblardan shu Asaduddin Shirkov, Nuriddin Zanki, Salahiddin Ayyubi mana shular Baytul Maqdisni Sham zaminini ahli saliblardan qutqazgan. Hijriya 564-yil bo'lgan vaqtida paranglar ajoyib zo'r qo'shin bilan Misr diyoriga hujum qilib keldi-da, bular Bolbes degan o'rinni egallab oldi. Bolbes Misrningki qadimiy eng katta shaharlarningki biri bu. Bu o'rinda shu Hajar onamiz tug'ilgan deyiladi, shu yerda Hajar onamizning juti deyilgan Bolbes. Shu Misrningki sharqiy rayoniga to'g'ri keldi. Hozirgi shu Zaqoziq tarafga to'g'ri kelsa kerak, Zaqoziqqa. Bu faranglar Qohirani muhosir qilib oldi. Bu Misrning Qohiraniki shu vaqtdagi hokimi bulardan qo'rqib Qohirani kuydirib etdi. Ondan Sultan Nuriddindan yordam so'rab xat yozdi. Asaduddin Shirkov o'zining qo'shinlarini elib keldi-da, faranglar Qohiradan darhol qochishdi. Asaduddin Shirkovning kelganligini anglablar. Asaduddin Shirkov
Kahire kirdi de bunu Azid Mısır'ın şu vaktiki Fatimiler Sultanı da bunu vezir kıldı. Onunla ton serpaylarını verdi. Eseduddin şirki uzun ötmey 65 gündükin ölüp gitti. Azid bunun ornuna akısının oğlu Salahiddin Eyyubi yani Yusuf ibn Eyyubni vezir kılıp belgiledi. Devletinin işlerini bununla tapşırdı. Bunu Melikun Nasir dep nam verdi. Keyinki mezgilde bu sultan bulup sultanlık makamını naati yaxshi ravishda ado qilgan büyük bir podshoh bo'ldi. Mustanjidning xabarlaridan İmam Zahabi rahmetullohi alayh shundoq deydi. Mustanjid og'rib qolgandan beri osmonda naat bir qizillik davom etibdi-da, qizillik. Shu tomlarga shu qizil nur tushib turadi deyilgan. Bu bir osmon jismlarining bir o'zgacha avolatlaridan biri bo'lsa kerak shu davrdagi. Bugungi darsimiz mushagish bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.